Nima sababdan Barselona Chelsea'ga qarshi o'yinga kechikib kelyapti? Hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ying. Futboldagi noodatiy yangiliklar faqatgina bizada. Bilasizlar, bugun tongda Toshkent vaqti bilan 1:00 da Chelsea o'z uyida Barsani kutib olish kerak. Va bular qanchalik bir-birini yomon ko'rishini menimcha men aytmasam ham bilasiz. Qisqacha Barselona o'zi 2 kun avval Angliyaga uchib ketishi kerak edi. Ammo nimagadir ular o'sha kun emas, balkimda bugun Londonga kelishdi. Sababi esa juda oddiy. Agarda ular vaqtliroq borishganida, ular majburan Chelsea stadionida mashg'ulot o'tkazishlari kerak bo'lar edi. Va ma'lumotlarga ko'ra, Flick shunda Chelsea ularni taktikasini bilib oladi deb o'ylab, mashg'ulotlarni o'zini stadionida o'tkazib, undan keyin ketishdi. Siz esa bu afsonaviy o'yinni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizdagi Arena Futbol Telegram kanaliga obuna bo'ling. U yerda shu o'yinni jonli efirda yaxshi sifatda tekinga olib berishadi. Kirib qo'yadigan bo'lsangiz, ishoning, afsuslanmaysiz.